Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xorazmda, Taxta bozorida biz. Bilasizlar, mehmonga kelganmiz. Video obzorlar qilyapman o'zim uchun. 6 metrli to'sinlar. 3i 10 to'g'ri bo'lsa 300 ming so'm ekan. Lekin 3i mana 18 bo'lsa 18 liklar. 18 liklar 400 ming, 450 ming ekan. Endi o'zdan teraga solishtirib 6 metr to'singa. Xo'p. Bular hammasi 6 metrli mana. 580 ham bo'lar ekan. Mana. Quruq sifati. Bu 310 to'g'ri bo'lganlari 3 ko'ti bir xil bo'ladi. Xo'p, 300 ming, kattalari 500 minggacha qarab ketar ekan. Xo'p. Endi 4 metrliklari 4 metrliklarning chiroyligi, sifatiga gap yo'q. Teraydan endi ancha chiroyli bo'lib turadi. Lekin puli salkam 3 ta teray beradi buni puliga. Mana bir xilda soni bor, sanog'i yo'q deyapti. O'sha vagondan tushyapti. Sanog'i yo'q. Kubaga 250 dollardan 270 dollargacha Kuba bay bo'lar ekan. Mana 220 ming so'mga qimmat arzonligini bir o'zdan qiziqib, like bosib kommentariyada kutib qolamiz. Endi o'ziga yarasha mana orqa oldi bir xil bo'ladi. Chiroyligini qaranglar. Keyin maydaroqlari bo'lar ekan. Maydaroqlar endi sarroplarga yaxshi, lagaqsi ham zo'r chiqadi. Bular endi hamma metrda bor. Endi o'rmondagi gap, o'rmondan pramo keladi-ku. Serop endi u bozor aylanasiga shunaqa ekan. Mana bunaqangi 5 metrliklari bor ekan. Mana. Ama chiroyliligini o'zi ham baho bergan, bitta like bosib. Ko'ryapsizlar mana. Endi terayni baquvvatligi shunaqasi bo'lsa, baquvvat ham bo'ladi. Mana. Terayni 3 ko't mana shunaqa bir xildasini 100 ming yo'siz ham teng yarim narxi bo'ladi ekan. Ko'ringlar. Mana serop. Bular o'sha qurib yotibdi. Hamma razmerda bor ekan. Xorazmda bozorda yuribmiz mana. Bemalol kelaverasizlar. Videolarga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, yana kommentariyada yozinglar. Nimalarni videoga olib boraylik.